O'tgan hafta butun O'zbekiston muhokama qilgan yangilikni hammanglar menimcha ko'rdinglar. Farg'ona kanalining Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi qismida timsoh paydo bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda videolar tarqalgan. Buni Uchqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kanalni tekshirib ko'rib, yolg'on ma'lumotligiga oydinlik kiritilgan. Shunday. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan timsoh masalasi bo'yicha Uchqo'rg'on tuman favqulodda vaziyatlar bo'lim xodimlari tomonidan Katta Farg'ona kanali, Oktyabr kanallarini suv usti qidiruv ishlari amalga oshirdik hamda u yerdagi fuqarolar bilan gaplashganimizda ham hech qanday timsoh ko'rmaganligi va timsoh yo'qligi aniqlandi. Chunki original video Meksika taraflarda Mariya opa degan bitta opa tomonidan Instagramga joylangan video ekan. O'zbek xalqining aksariyati bunga ishondi, biroz vohmaga tushdi, lekin ijodkor xalqimizda baribir kommentlarda qancha odamlar sun'iy intellektligini bilgan holda, sun'iy intellekt deb o'ylagan holda izohlarda har xil boshqa alternativ variantlarni taklif qilishdi. Bu Azam Qahramonning kanali va hafta tahlili. O'tgan haftaning eng muhim yoki qiziqarli voqealar, O'zbekiston va dunyodagi voqealarni biz muhokama qilamiz, tahlil qilamiz va munosabat bildiramiz. Bizning vazifamiz nafaqat xabarlarni sizlarga yetkazish, balki mushohadaga chorlash, o'ylantirish. Mana shunday maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz. Siyosiy xabarlarga ham ko'proq to'xtalishimizni izohlarda rosa ham ko'p so'ragansizlar. Albatta inobatga olamiz. Misol uchun mana Isroil va Livan o'rtasida 16-aprel kuni 10 kunlik tinchlik sulhi tuzilib, keyinchalik 45 kunga cho'zilgan edi. Ammo aniqlanishicha, tinchlik sulhiga qaramay Isroil Livanga hujumlarni davom ettirmoqda va bu sababli 11 kishi qurbon bo'lgan. Tomonlar bir-birini ayblamoqda, lekin negadir qurbonlar faqatgina Livan tarafda. O'zi umuman olib qaraganda nimaga Isroil Livanga hujum qildi? Bilamiz, Isroil Falastinni harakatlari olib bormoqda, urush qilmoqda, genotsid qilmoqda, chunki Hamas terroristik guruhi bor degan ma'noda. Livanda ham xuddi shunday, Hezbollah terroristik guruhi bor, biz o'shalarni nishonga olamiz deyilmoqda, lekin negadir oddiy aholi ham o'lmoqda, shaharlar portlatilmoqda. Bundan avvalroq internetda tarqalgandi, ya'ni Isroil Falastinni bosib olish rejasi, keyin esa Livanga o'tish va u yerni ham bosib olib, territoriyasini kengaytirish rejasi internetda aylangan edi. Bu qanchalik rost yoki yolg'on biz bilmaymiz, chunki bu qanaqadir ishonchli yoki qanaqadir hurmatli manbalardan chiqmagan. O'zi hurmatli manbalar o'zi ham qolmadi bir tarafdan olib qaraganda. Lekin bir narsa aniqki, zamonaviy dunyoda davlatlar urush qilish uchun yoki urush boshlash yoki territoriyalarni bosib olish uchun jahon hamjamiyati oldida bahona o'ylab topishga majbur emas, bahona o'ylab topish kerak. Doim shunaqa bo'lgan. Rossiya ham Ukrainaga hujumi bu natsistlar bor degan bir ma'noda, ular ruslarni qirayapti, ukrainlar, biz Ukrainadagi ruslarni qutqaramiz degan bahona yoki sabab ortidan boshlangan. Isroil ham Livanga bo'layotgan mana bu harakatlar, u yerda Hezbollah bor, o'shaning uchun degan ma'noda boshlayapti. Shunday. Afsuski, zamonaviy dunyoda haqiqat mana shunday ishlaydi. Ya'ni haqiqat bu haqiqat emas, balki ko'p bot takrorlangan yolg'on bu haqiqat. Agarda siz bu loyihani foydali va manfaatli deb hisoblasangiz va u davom etishi kerak deb hisoblasangiz, albatta bizni qo'llab-quvvatlang. Buning uchun hech qanaqa pul yoki donat qilish shart emas. Shunchaki like-ni ayamang. Obunasi ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va albatta izohlarda xabarlarga munosabat bildiring. Izohlarda fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Biz esa davom etamiz. Jentradagi ho'kiz ushlandi. Buxoroda Gentra salonida ho'kiz olib ketayotgan navoiylik shaxs ushlandi. Avvaliga to'xtashni xohlamagan haydovchi tezkor choralar bilan to'xtatilgan va mashina salonidan yirik shoxli qoramol chiqqan. Shaxs muqaddam sudlangan bo'lib, ushbu shaxsga Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qism A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ko'rib turganingizdek, mashinada ikkita ho'kiz bo'lgan. Men esimda yoshligimda sigir, buqali narxi bo'lardi. Endi yaxshigina qimmat turardi, lekin unchalik emas. Yaqinda men bitta video ko'rdim. Buqa 1 tonna 100 kilo, 1 tonnali ho'kiz buqani olib chiqib ketishyapti. Qanchaga pulladingiz deyapti? $10 ming deyapti. Men aytdim, nimaga 10 ming deyapman-da? Keyin buni hisoblab chiqsam, rostdan ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni 1 tonnai 100 kilolik go'sht chiqar ekanda. Men uni hisoblagandim, kilosi 69 ming so'mdan tushibdi. Ya'ni выгодно $10 ming ga olish bu buqani. Buqa $10 ming bo'lib ketibdi. Wow! Qiziq zamonlarda yashayapmiz. Qop-qoqli uy. Assalomu alaykum. Mana. Ayni yarimga chiqdik. Borgan sari ochilyapti.
Farg'onalik akaxon uylarining tashqi qismini baklashka qopqoqlari bilan bezamoqda. Buni ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'rdik. Anchadan beri qo'ttilar bu ishni. Bu ishdan maqsad nima? Misol uchun qanday ekologiyaga zarar beryapmiz, keling, qutqaramiz daraxtlarni degan ma'nodami yoki adolat uchunmi? Yo'q, shunchaki hype uchun ekan. Va nimaga emasligi buni hozir aytib beraman. Bilinglar, bu hype uchun qilinyapti. Bu narsaga e'tibor bermanglar degan ma'noda. Sizlar e'tibor bermasligingiz uchun biz e'tibor berdik. NATO Rossiyani keskin tanqid qildi. Ruminiya mudofaa vazirligi ma'lum qilishicha, Ukraina bilan chegaraga yaqin joylashgan Galatiya shahrida radarlar Rossiyaning dronini Ruminiya havo hududiga kirganini qayd etgan. Oqibatda dron turar joy binosiga qulab, bir ayol va bir bola yengil tan jarohati olgan. NATO juma kuni Moskvani mas'uliyatsiz va xavfli harakatlarda aybladi hamda alyansga a'zo davlatlar hududining har bir qarchini himoya qilishini ta'kidladi. Katta shaharlarda kichik muammolar bo'lib turadi deydi-ku, mayli. NATO o'zi nima? North Atlantic Treaty Organization, ya'ni Shimoliy Atlantik birlashmasi bir tashkiloti degan ma'noda. Nimaga Shimoliy Atlantik? Chunki Shimoliy Atlantikda Yevropa ham bor, AQSh ham bor. Ular hammasi kuchlarini birlashtirib, qanaqadir boshqa tashqi kuchlarga kurashamiz degan ma'noda tuzilgan ko'p yillik tashkilot. Uni maqsadi o'zi, rasmiy maqsadi qanday? Rasmiy maqsadi shuki, mana deylik bir 30 ta davlat bor. Hammasi o'zining chegarasini himoya qilish uchun o'zi harbiy kuchlari uchun, harbiy maqsadlari uchun, qurol-yarog' uchun byudjet ajratadi. Milliardlab har biri dollarda pul ajratadi himoya qilish. Keyin ular aytgan, kelinglar degan, hamma o'zini o'zi himoya qilib, hamma o'zini armiyasini ushab o'tirmasin-da, birlashamiz-da, bitta katta armiya qilib qo'ya qolamiz. Mana shu 30 ta davlat, 20 ta davlat birlashib, hamma bitta qozonga pul tashiydi-da, bo'ldi, mana shu bir askarlar ham umumiy bo'ladi, qurol-yarog' umumiy bo'ladi. Qayerda muammo chiqsa, o'sha yerga borib tashiymiz. Выгодный bizga arzonga tushadi degan. Har rostdan ham bu harbiy xarajatlarni qisqartiradi, shunday. Endi bu rasmiy tomondan, lekin norasmiy tomonlari ham bor. Ulardan bittasi bu AQSh o'zi uchun rынок сбыта deydi, ya'ni bozor shakllantirish uchun kerak bo'lgan degan mish-mishlar ham bor. Gap nima haqida ketmoqda? Gap shundaki, NATOni mana shu harbiy qurol-yaroqlari bilan ta'minlaydigan asosiy mamlakat AQSh. AQSh juda ham katta foizda mana shu 20-30 davlatga qurol-yaroq sotadi, unga biznes qiladi. Va o'z vaqtida Vladimir Putin boshchiligida Rossiya NATOga qo'shilmoqchi bo'lgan. Ya'ni Rossiya aytgan, "Bo'pti, men Yevropa, Amerika bilan urushib yurmayman. Bo'ldi, kelinglar o'rtoq bo'lamiz. Meni NATOga qo'shinglar" degan bir taklif bilan chiqqan va o'sha paytda nima bo'lgan? NATOga Rossiyani qo'shishmagan. Nega qo'shishmagan? Chunki agar Rossiya qo'shilsa, endi Rossiya ham qurol-yaroq sotish kerak bo'ladi. Bilamizki, Rossiya dunyodagi eng qurol-yaroq sotish bo'yicha top mamlakatlardan. Demak, bu AQShga konkurent paydo bo'ladi. Men yiliga 70 milliard dollarlik qurol sotaman. Hozir Rossiya qo'shilsa nima? Men endi 70 emas, 40 milliardlik sotamanmi? 30 milliard ham Rossiya oladi-ku degan ma'noda qo'shmagan degan shunaqa bir gaplar, teoriyalar bor. Va shundan keyin Putin meni o'ynatmayapsanlar, meni qo'shmayapsanlar, bari deb keyin hafsalasi pir bo'lgan degan bir qanaqadir fikrlar ham bor. Chunki biz esimizda o'sha Putin boshchiligida 2000-yillarda Rossiya juda og'ir ahvolda, iqtisodiy ahvolda bo'lgan. 2005, 2006, 2007, 2008larda ancha ko'tarilish bo'lib, eng muhimi, butun Yevropaga integratsiya bo'lishga harakat bo'lgan. Ya'ni Yevropa bilan birlashish. Rossiya bu dushman, u taraf emas. Yo'q, biz o'zimiznikimiz. Bo'ldi, bizga kerak emas anu kommunizm g'oyalar bo'ldi. Soqqani qilaylik, birlashaylik, bo'ldi. Shuni ortidan Sochida olimpiada bo'ldi. Rossiyada jahon chempionatlari bo'ldi. Maqsad Rossiyani qo'shib yuborish edi Yevropaga. Lekin bilamizki, tarixan Rossiya har doim Yevropani o'gay ukasi bo'lgan va mana hozir ko'ryapmiz, ularni Rossiyani chiqishtirishmadi va oqibatda yana biz shu narsaning guvohi bo'ldikki, polislashib ketdi. Ya'ni ular birga qutublashib ketib qoldi. Buni ortidan ko'plab mana hozir har xil mana oqibatlarni ko'rmoqdamiz. Ulardan bittasi Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan mana bu hujumlari. Date Psychology sayti tomonidan 840 nafar inson ichida so'rovnoma o'tkazilgan. Asosan o'sha Yevropa, Amerika tomonlardan, bu Osiyo, o'zbeklardan emas. Unga ko'ra erkaklar qaysi hobbilar ayollarni o'ziga tortadi deb o'ylashlari va aslida erkaklarning qaysi qiziqishlari ayollar uchun jozibali ekanligi haqida tadqiqot qilingan. Ya'ni erkaklardan so'rashgan, nima deb o'ylaysiz? Qaysi sizlarning hobbilar ayollarga yoqadi deb. Keyin xuddi shu narsani ayollardan so'rashgan. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi erkaklarning hobbisi sizlarga yoqadi deb. Va natijalarni eshiting. Erkaklarning fikri bo'yicha ayollarga yoqadigan hobbilar bu musiqiy asbob chalish, suzish, sayohat qilish va astronomiya. Aslida ayollar uchun yoqadigan hobbilar esa kitob o'qish, boshqa tilda so'zlashish, musiqiy asbob chalish va sayohat qilish ham ekan. Ya'ni bitta farq bu o'sha tillarni bilish ekan. Ko'rib turganingizdek boshqa tillarni bilish ayollarga yoqar ekan. Nimaga shanba qilayotganini bilgandirsiz. Ha, shu shanba kuni Englify onlayn maktabining Telegram kanalida mutlaqo bepul
Bepul, qiziq joy. Endi diqqatinglarni oldim. Mutlaqo bepul va juda foydali mahorat darsi bo'lib o'tadi. Darsni tajribali ekspert Mr. Mike olib boradi. Dars mavzusi: listeningni uyda kuchaytirish uchun eng samarali usullar. jonli efirda Mr. Mike qanday qilib uy sharoitida tez vaqt ichida va katta natijaga erishish mumkin bo'lgan mahoratlarni sizlar bilan bo'lishadi, sir-sinoatlar bilan bo'lishadi. Aynan eshitish qobiliyati bilan bog'liq bo'lgan. Bilamizki, ingliz tilida eng qiyin narsalardan bittasi bu eshita olish. Hattoki ingliz tilini zo'r biladiganlar ham kino, serial ko'rganda tushunmay qolishi mumkin. Ulardan bittasiman. Lekin men tushunib ko'raman, 95% vaziyatda. O'zi umuman bunday bepul darslar, master-klasslar Englify rasmiy Telegram kanalida doimiy har hafta bo'lib o'tadi. Shuning uchun albatta obuna bo'ling. Ushbu videoning tavsifida biz havola qoldirganmiz. Englify Telegram kanaliga albatta obuna bo'lib qo'ying. Ruhiy kasal tomonidan uyushtirilgan terroristik hujum. Shveysariyaning Winter Turdagi bosh temir yo'l vokzalida 31 yoshli erkak, diqqat qiling, Allohu akbar deya baqirib 3 odamni pichoqlagan. Erkak politsiya tomonidan hibsga olingan. Jabrlanuvchilar 28, 43 va 52 yoshli fuqarolar kasalxonaga yotqizilgan. Albatta bu fojiali voqea va biz ushbu kasalxonadagi jabrlanganlarning hayoti saqlab qolinishi va uzoq umr ko'rishlarini tilab qolamiz. Aniqlanishicha, erkak Shveysariyada tug'ilgan va o'sha yerning fuqaroligini olgan. Oxirgi 2-3 yillarda esa Turkiyada yashagan. Ruhiy kasallik tarixiga ham ega ekan. Lekin ayblanuvchining ushbu ishini mas'ullar terroristik hujum deb atashmoqda. Fox News va Al Jazeeraning xabar berishicha, qonun organlari jinoyatchining 2015-yilda IShIDga aloqador yig'ilishlarda qatnashganligini aniqlashgan. Muhokamali vaziyat, lekin umumiy qilib aytmoqchiman, e'tibor bergan bo'lsanglar, musulmonlar nimadir qilsa uni terroristik hujum deyshadi, lekin boshqa irq, din vakillari esa nafrat hujumi yoki qurolli hujum deb atab ketiladi. Esingizda bo'lsa, yaqindagina San-Diegoda ikkita bola streaming qilib jonli efirda qurollangan, oldini aytishgan, borib hujum qilamiz, masjidga borib otamiz deyishgan, ulardan natsist belgilari, boshqa narsalar bo'lgan. O'shani nafrat hujumi deb nomlashgan, terroristik emas. Aytmoqchi bo'lganim, bunaqa g'oyaviy hujumlar, ya'ni bunaqa qaysidir bitta xalq irqi bo'lishi mumkin, dini bo'lishi mumkin, boshqa din yoki irqni borib hujum qilsa, bu babi g'oyaviy hujum hisoblanadi. O'sha joyda agar oq tanli bo'lsa yoki xristian yoki boshqa bo'lib turib, musulmonlarga nisbatan bo'lsa, bu nafrat hujumi deyiladi. Agar qanaqadir islomga aloqador odam boshqa irq, dinga nisbatan qilsa, buni обязательно terroristik hujum deb nomlashadi. To'g'risi, men eslayman yoshligimdagi eng katta qo'rquvlardan bittasi bu terroristlik edi. Men rostdan qo'rqardim. Terroristlar dunyodagi eng xavfli narsa, portlatib yuborsa-chi, uyimizni qaydir joyi bilib bo'lmaydi degan juda katta qo'rquv bilan katta bo'lgan va buni sabab albatta ko'rib turganingizdek, mana media xabarlar mana shular. Ya'ni men nima demoqchiman? Terroristlar bezabidni, ya'ni ulardan xavf yo'q demoqchi emasman. Yo'q. Bunaqa xavf xohlagan tomondan kelishi mumkin. Faqat musulmonlardan emas, xohlagan tomondan demoqchiman. Agar siz Techirazam Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz yoki bo'lmagan bo'lsangiz, aytib o'tmoqchiman. Mana shunaqa siyosiy vaziyatlarni uzoq tushuntirishim yaxshimi yoki yo'q qisqaroq qiling, bizga kerak emasmi? Mana shu bo'yicha so'rovnoma qilamiz. Shu bo'yicha fikringiz kerak bo'ladi. Erkakning omadi bilan o'ynashmang. Esingizda bo'lsa, oldingi sonlarda aytgandim, Bangladeshda katta Donald Trampga o'xshaydigan sariq buйвол buqa chiqqandi. O'shani Qurbon hayitiga so'yamiz deyshganda, ana shu buqa so'yilmaydigan bo'ldi. Gap shundaki, Bangladesh rasmiylari qo'yinglar shuni kesmanglar, zaparkka olib bor deyshgan. Endi nimaga unaqa qilishgan? Endi agar mantiqiy o'ylab qarasak, hamma joyda, butun dunyoda Donald Trampga o'xshaydi deyishyaptimi? Shuni so'ymanglar, bizga ortiqcha muammo kerak emas deganda, o'zi Bangladesh endi Bangladesh bo'lsa, hozir sakrab qo'ymaylik Trampga degandirda, hozir Trampga o'roslar, bilib bo'lmaydi. Ashi Tramp o'zi buqa bo'lib ketgan, hozir ishkal bo'lib ketgan, paxan bo'lgan, maktab paxani hozir hammaga tashlab yotibdi. Grenlandiya bormi? Yo'q, topsamchi, deyapti-da. Tinib tinchimagan xitoyliklar endi Oyga intilmoqda. Xitoy 24-may kuni Shenzhou 23 missiyasi bilan astronavtlarini o'zining koinotdagi stansiyasi Tiangongga yubordi. Astronavtlardan biri u yerda 1 yil qoladi. Ushbu missiyaning asosiy maqsadlaridan biri Xitoyning 2030-yilda Oyga ekipaji qo'nish amaliyotiga ham tayyorlanish. Oyga qo'nib balo bormi deb so'rashingiz mumkin, yoki so'ramasligingiz mumkin. Aslida bu yaxshi savol, chunki oyda hech nima yo'q. Oydan bir foyda yo'q, lekin oyga baribir borishadi. Nimaga? Endi ko'z qilish uchun mana biz oyga qo'na olamiz deb. Lekin oydan nima foyda? Hozir Google dan so'raymiz. Mana hozir so'rayapman, nima foydasi bor oyga bunaqa o'rganib deb. Talab paydo bo'ladi. Odamlar ishli bo'ladi, qanaqadir
Bu odamlar ishlik bo'ladi dotida. Lekin undan tashqari qanaqadir xom ashyolar qidirish mumkin ekan va agarda keyinchalik boshqa joylarga uchilsa, oyni tranzit qilib ishlatishar ekan. Mana misol uchun agar siz chet elga qanaqadir uchmoqchi bo'lsangiz, O'zbekistondan siz har doim Istanbuldan yoki Dubay orqali uchasiz. Birinchi Istanbulga borasiz, Istanbuldan keyin boshqa joyga chiqib ketasiz. Dubayga borasiz, Dubaydan boshqa joyga chiqib ketasiz. Hubda u markaz. Oyni ham shunaqa qilib ishlatishmoqchi ekan. Yana bir hayot asrab qolindi. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida daryoga tushib ketgan 9 yoshli bola qutqarib qolindi. Bola velosiped minib ketayotib muvozanat saqlab qola olmagan va daryoga tushib ketgan. Bolaning akasi atrofdagilarni yordamga chaqirgan. Favqulodda vaziyatlar vaziri xodimi o'sha yer yaqinda yashagani uchun akasining baqirgan ovozini eshitgan va yordamga kelgan. Hozir bizda bu ma'lumot yo'q ekan, lekin redaktorlardan men iltimos qilib hozir topdik, ya'ni xalq qahramonining ismini bilishi kerak. Ularning ismi Husniddin Sharapov, ya'ni shu bilan qutqarib qolgan insonning ismi Husniddin Sharapov. Bitta F1 bosamiz ularning nomlariga. Rahmat, respekt, sizdek odamlar ko'paysin. Nima degani F1 bosamiz? Bu endi o'yin, video o'yinlar communitiesdan qolgan narsa. Call of Duty o'yinida sheriga bir kimdir qahramon odam o'lganda dafn marosimi bo'ladi. O'sha paytda o'yinda siz agarda qahramonga mundoq qilmoqchi bo'lsangiz F1 bosishingiz kerak bo'ladi. Shundan qolib ketgan mem shu. Agar kimgadir hurmat bajo keltirish kerak bo'lsa F1 bosinglar deyshadi. Biz ham F1 bosamiz. Dunyoni larziga solgan bitiruvchilar. 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroq arafasida 238 ta maktab o'quvchilari avtomashinalaridan noqonuniy foydalangani aniq bo'ldi. Bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida ertalabki soat 7:00 dan 14:00 gacha o'quvchilarning maktablarga avtomashina boshqarib kelishlari bilan bog'liq 238 ta holat aniqlandi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshev xabar berdilar. Zoir akani men lично o'zim taniyman. Zoir aka salom alaykum. Yaxshimisiz, qanaqasiz? Menda kontaktlari bor, nima do'stlar ekan. Taniyman Zoir akani. Tanishim meni. Ma'lum qilinishicha, targ'ibot ishlari olib borilishiga qaramasdan tasavvur qilaman, targ'ibot ishi qanaqa bo'lganini. Bilmayman, qanaqasi targ'ibot qilish mumkin? Mashina haydab kemalarni egarabish o'ldiraman deyish kerakmi? So'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida ertalab soat 7 dan 2 gacha ras avtomobilda ushlangan 238 noqonuniy 11-sinf ham bor, 9 ham bor, hattoki 8-sinf o'quvchilari ham bor. O'zi umuman bu bitiruv yili 25-may ko'plab mavzular, temalar, prekollarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda har xil yumoristik videolar bo'ldi. Ukaxonimiz Abdingo ham video qilishgan, o'sha mashhur videoga parodiya ham olishgan, ko'rishingiz mumkin uni ham. Maktab mavzusini davom ettiramiz. Esingizda bo'lsa, yaqinda katta shov-shul ish bo'lganda Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktabda o'quvchini urgan informatika o'qituvchisi voqeasi ijtimoiy tarmoqni 2 ga bo'lgan edi. Video esingizda. Kimdir o'qituvchilarni, kimlardir esa o'qituvchini ayblagan. O'sha o'qituvchiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish tugatildi va o'qituvchi aybsiz deb topildi. Davlatimiz ham bizga bergan vakolat nafaqat chora ko'rish, adolat nuqtai nazaridan qaror qabul qilish vazifasi yuklatilgan. Shundan kelib chiqib, unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish batamom tugatildi. Bilasizmi, bu juda ham nozik masala. Bu yerda u yoki bu tarafni olish har doim qiyin bo'ladi. Uni doimo ijtimoiy oqibatlari bor. O'qituvchini hurmatini saqlab qolish kerak. Misol uchun, hozir agar oqlamaganda, o'qituvchini aybdor qilganda, o'quvchilar yanada duh oshib ketadi. Men agar o'qituvchi tiqqa etsa sudga berar ekanman, qamalar ekan degan xulosaga keladi. Hozir endi o'qituvchilarni agar bunday oqlaydigan bo'lsak, o'qituvchilar yana urushda davom etishi mumkin. Yoki nimaga o'z o'qituvchilarni uryapti degan savolni berishimiz kerak. Uni tagida umuman boshqa narsalar yotibdi. O'qituvchining jamiyatdagi hurmati, o'qituvchilarning oyligi, ota-onalar o'z o'qituvchilarini hurmat qilmay qo'ygani, shuni oqibatda o'quvchilar ham pisand qilmayotgani, kompleks masalalar. Bu bitta voqea. Hozir keyingi voqeani eshiting endi. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidagi 22-sonli maktab o'qituvchisi tomonidan sinf oldida kaltaklangan, butun sinf oldida va buni ko'tara olmagan o'quvchi o'z joniga qasd qilgan 13 yoshli bola. Oila a'zolarining so'zlariga ko'ra esa, u o'qituvchi tomonidan naqd 18 marta kaltaklangani aytildi. Ko'ryapsizlarmi? Kimdir ayblash shoshilmaylar. Bu tarafi ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Juda chigal vaziyat. Mana bunaqa-da.
Nariyodiy o'qituvchi urgan birinchi voqeada. O'tdagi bola qanaqadir bo'rzi, ko'cha, ishkalroq boladek ko'rinadi videolarda ham. Mana o'zi qishitganda. Bu yoqdagi bola u odobli, mana rasmlarni ham ko'rdi. Yaxshi bola, hattoki urganda 18 marta urgan ekan, tiqqa etmagan. Mana shunaqa munoq qilib turganda, qarshilik ham ko'rsatmaganda. U emotsional, ko'ngli pok bola bo'lgan, ko'tara olmagan bu uyatda sinf oldi. Tushuninglar? Sizlar voy shunga ham o'ldiradimi deyishinglar mumkin. 13 yoshli bolani sizlar terisiga kirib ko'ringlar. Uni butun hayoti, butun jamiyati mana shu sinfdoshlarda, uni butun hayotdagi hamma tanishlari oldida izza qilishgan, yer qilishganda u ko'tara olmagan buni. Xo'p, endi o'qituvchiga nisbatan sud ishi oshirilishi kerak, qilinishi kerakmi? Jinoiy ish. Ha, jazosini olish kerakmi? Afsuski, ha, shunday. Lekin bu ikkita vaziyat hech nimani hal qilmaydi, to'g'rilamaydi, vaziyatni davolay olmaydi. Biz kompleks yondoshishimiz kerak. Bu juda katta hozir jamiyatning bir muammosi, u yillar davomida hal qilinishi kerak, bosqichma-bosqich. Bunga bitta ko'rsatuv yetmaydi hozir. 31 yoshli Zakiya River Ahmad Everest cho'qqisini zabt etgan birinchi afg'onistonlik ayol sifatida tarixga kirdi. Taliban hujumidan omon qolgan va Avstraliyada yashovchi sobiq jurnalist bu yutuqni Afg'onistondagi huquqlari cheklangan ayollarga bag'ishladi deb yozishdi Kabul Now sayti. Hozir Afg'onistonda qiziq vaziyat sodir bo'lmoqda. Hukumat almashgandan keyin shu Talibanlar hozir kelgan va ko'plab ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar bo'lmoqda. U odamlar hayotiga katta ta'sir qilmoqda va umuman katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Misol uchun ayollarning hayoti o'zgarib ketdi. Shu maktabga nisbatan, ta'limga nisbatan cheklangan yoki umuman o'qitilmayapti yoki ajratib o'qitiladi. Bularning o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Ularga hozir to'xtalib o'tmaymiz. Agar sizning fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Kasalini bekitsang, isitmasi oshkor qiladi degan maqolning yangi versiyasi chiqdi. Toshbaqani bekitsang, hidi oshkor qiladi. Gonkongdan Xitoyga 58 ta yo'qolish xavfi ostida bo'lgan Hindiston yulduzi deb nomlangan toshbaqalarni olib o'tishga uringan ayol bojxona xodimlari tomonidan ushlab qolingan. Uni sotib bergan narsa, ya'ni hammaga shubha uyg'otgan narsa bu u ayoldan chiqayotgan qo'lansa hid bo'lgan. Hamma, nimaga bunaqa hid chiqyapti degan videoda ham ko'rishingiz mumkin. Toshbaqalar anchadan beri hojatxonaga bormagan ekan, shu bilinib qolgan. Endi biz bilmaymiz, bunaqa hid toshbaqadan chiqyaptimi yoki Hindistonlik toshbaqalar bo'lgan uchun qo'lansa hid chiqqanmi? Bu haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Yangi epidemiya tarqalmoqdami? Kongoda Ebola virusi shiddat bilan tarqalib bormoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti direktori Tedros Adhanom virusning mahalliy tarqalish holatini yuqori, global tarqalish holatini esa past darajada ekanligini ta'kidlagan. Kongoda virus bilan zararlanishda gumon qilinayotgan holatlar soni 1000 dan oshgan, qurbonlar soni 246 nafarga yetdi. Qo'shni Ugandada esa 9 ta tasdiqlangan holat va bitta o'lim qayd etilgan. Xabaringiz bo'lsa, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bu katta tashkilot hisoblanadi va undan yaqinda AQSh chiqib ketgan edi va moliyalashtirishni ham to'xtatgan, lekin asosiy moliyalashtiruvchi o'zi AQSh bo'lgan. U chiqib ketgandan keyin vaziyat yanada og'irlashgan va shu oqibatlardan bittasi shu. Endi AQSh foydasi bo'lgan ekanda qaraylar shu yerda. Trampdan ham so'rashdi yaqinda, Ebola haqida qayg'uryapsizmi, o'ylayapsizmi deb, Trampga aytganman, hamma narsa haqida qayg'uraman degan. Internetda shunaqa gaplar bor. Trump Ebola nimaligini hattoki bilmaydi deyishyapti. Bugungi hafta tahlilimiz qahramonlaridan bittasi bu Namangan viloyati bo'lmoqda. Yana bitta xabar, Namangan endi Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Gap shundaki, Namangan viloyatida 2026-yilgi 65-xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rish chog'ida 1 oy davomida 150 million tup gul ekilgan. Bu orqali jamoa bo'lib 1 oy davomida eng ko'p ekilgan gullar yo'nalishida rekord o'rnatilgan. Rekord bilan tabriklaymiz albatta. Gullar festivali ham juda yaxshi festival va bu narsa ko'rsatadiki, biz agar birlashib harakat qilsak, juda ham katta natijalarga erisha olamiz va mana shu gullar ekish festivali bo'lsin, qolsin, bekor qilish niyatim, misol uchun, u narsani olg'a surmayman bu g'oyani, lekin qo'shimcha qilamanki, bizga boshqacharoq festivallar ham kerak. Ya'ni daraxtlar festivali bo'lsin-da, 1 oy davomida nafaqat Namanganda, balki butun O'zbekiston bo'ylab ko'plab, millionlab tup daraxtlar ekilsin va ular qolsin ko'p yillik bo'lib. Chunki gullar festivali uchun ekilgan gullar keyin qolmaydi-da keyingi yilgacha. O'shaning uchun, ya'ni buni festival uchun zo'r, lekin tabiat uchun katta, shuncha harakatli, lekin tabiatga qanaqadir katta foydasi yo'q. O'shaning uchun balki daraxtlar festivali ham bizga kerakdir. New York shahrining shov-shuvli meri, ya'ni hokimini bilasizlar, Zohran Mamdani hammani jig'ibironi chiqardi. Nima qilyapti bu yigit deb hamma hayron, chunki Zohran Mamdani o'zi musulmon va u eng yahudiylar hammasi yig'ilgan New York shahrining
hokimi bo'lganda komediyani qaranglar. Ana endi eng qiziq joyi 62 yildan beri Nyu-Yorkda Isroil paradi bo'lib o'tadi. 64-yildan beri-da bu 62 yildan beri 1964-yildan beri. Va bu yilgi paradda Zohram Mamdani man qatnashmayman degan ekan. U hozir shov-shuvli bo'lib ketdi, muhokamaga sabab bo'lmoqda, lekin eng qiziq saylovdan oldin ham aytgan ekan. Agar men mer hokim bo'lsam, men qatnashmayman. Hamma o'zini xavfsiz his qilsin, Isroil paradini qivuringlar, lekin men unga qatnashmayman. Men Isroil hukumatiga qarshiman, lekin Isroil xalqiga emas, ya'ni yahudiylarga emas deb izoh bergan. AQShning navbatdagi xurmachi qiliqlari. Gap shundaki, yozda AQSh, Meksika va Kanadada jahon chempionati bo'lib o'tadi futbol bo'yicha va Eron ham u yerda qatnashadi. Eron g'it dushmani AQSh. Va mana shu uchun o'quv mashg'ulot uchun o'zi terma jamoalar o'sha AQShga boryapti, qaysi davlatlarga borib o'sha yerda o'quv mashg'ulot qilyapti. Lekin Eron Turkiyada, Antaliyada o'quv mashg'ulotini qilyapti. Trenirovkalarni bora olmayapti. Viza bermagan chunki AQSh haligacha ham Eron futbolchilariga viza bermagan. FIFA bo'lsa, mayli viza bermasin, mayli xo'p deb, unda Eronni kelinglar, biz Meksikaga joylashtira qolaylik deyapti va jahon chempionatida Eron Meksikaga joylashadi. Agar AQShdagi o'yinlari bo'lsa, shundoq qo'shni qishloqqa to'yga borib kelganda, shundoq boradi, gollarni urib yana Meksikaga qaytib kelaverishadi. Vaziyatdan chiqishyapti endi bir amallab. Kelajak hozir sodir bo'lmoqda, dunyo hozir o'zgarmoqda. Gap shundaki, 28-may kuni Xitoyning Tianjin viloyatida aqlli robot karnavali bo'lib o'tgan. Karnaval jahon intellektual ko'rgazmasi 2026 doirasida o'tkazildi. Ha, qoyil, videoni ko'rishingiz mumkin. O'ynashni qarang bularni. Hayron qolasiz kishi, bizni bor yoshligimizda kinonida ko'rardik shu narsalarni. Hozir hayotda shu narsa rostdan sodir bo'lmoqda va rostdan ham yaqin kelajakda endi nafaqat robot raqqoslar, balki robot askarlar ham bo'lishi mumkin va ikkita davlat askarlari, robotlari bir-biri bilan jang qilishi mumkin. Mana dronlar boshlab ketdi-da, allaqachon bu bo'lgan bu. Xullas, men shu eson-omon bizni Terminator filmiga ham yetib olsa kerak endi, kim bilsin. Oxirgi bir oyda o'zbek Instagramida trend bo'lgan, hammani qulomiyasini yegan bir qo'shiq bor, uni hammamiz yaxshi bilamiz. Biz ko'p qo'yib bera olmaymiz bu qo'shiqni, chunki bizani keyin ban qilib qo'yishingiz mumkin. YouTube endi bilasiz, mualliflik huquqlari. Tak ot shu ashulani klipi chiqdi YouTube'da. 8 kun ichida 7,5 millionta ko'rilishlar bo'lgan. Men klipni ko'rib yoqamim, shundoq ushadim, chunki syujetini ko'rib what the to'g'rimanda. Xo'p, ana endi nima bo'lyapti? Bu klip biroz heytlarga uchradi. Hozir sababini tushuntiraman nima bo'lganini. Syujet bo'yicha bir yigit bitta qiz bilan tanishadi, sevishadi, boshqa qiz raqqosa bo'ladi. Bu syujet uchun muhim. Va keyin bola baxtsiz hodisa oqibatida nogironlik aravachasiga o'tirib qoladi. Lekin shunday bo'lsa-da qizga turmush qurish taklifini beradi, marry qiladi. Endi qiz xo'p, roziman deydi. Keyin oradan ozgincha vaqt o'tib, kelin salom qilayotganida yigitcha oyoqda yurib kirib keladilar. Hamma hayron. Hamma emas, endi qiz hayron, ota-onasi bilar aytadiki, ha, men ketyapman deydi. San deydi, xotiniga aytadi. San mana ukamga erga tegasan. Ukam uchun san anaqa qilgandim deydi. Ukasi rostdan ham nogiron bo'ladi, aravachada o'tiradigan bo'ladi. Akasi, ya'ni shu bosh qahramon yigit, u atidan o'zini nogironlikka o'tirib qoldim deb fake qilib ko'rsatgan bo'ladi. Qo'shib ketadiki, endi san raqqosa bo'lganingdan keyin senga kim ham uylanardi? Shuning uchun ukamga uylanver deb aytadi. Yana muhim detal, ukasiga uylantirib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni qog'ozda rasmiy o'shani qo'l qo'ygan boshqa joyda ukasi nomi turgan bo'ladi-da. Heyt nimaga bo'ldi? Nima raqqosalar shunchalik pastami? Nima ular shunchalik erga tega olmaydimi? Tega oladi, erga. Nimaga raqqosalar bizni yerga urib olsalar deb hamma heyt qilyapti. Lekin men klip ko'rganda umuman boshqa narsa haqida, boshqa narsa meni ko'proq xavotirga soldi. Bu ssenariyni yozgan ssenaristlar nima chakkan degan xayol keldi menga. Men esimda 2-sinf, 3-sinfda yozishni endi o'rganib, bayonlar yozishni o'rganganimda xayolim keladigan ssenariylar bo'lardi. Tush ko'rardim, turib keyin ssenariy yozardim. Mana shunaqa ssenariy yozardim men 3-sinfda. U bunaqa bo'ladi, keyin aravachaga o'tirib qoladi, lekin rostdan o'zi yuradigan bo'ladi-da. Ukasiga o'ylayman, ukasi mana shunaqa edi menda. Lekin munisipaga ham, ssenaristlarga ham hozir heyt qilish va bunaqa tanqid qilishdan men lekin yiroqman. Nega? Chunki bunaqa voqealar hayotda rostdan bo'lishi mumkin. Men ishonamanki, shu ssenaristlarga shu voqea kelib tushgan. Rostdan bo'lgan voqea, bitta qiz tanishimni kimdir mana shunaqa qilgan degan voqea kelgan va ssenaristlar hayotda bo'lgan ekan-u deb olgan shuni. Men shunga ishonaman. Chunki O'zbekistonda ahmoq odamlar shunchalik ko'pki, ko'p 25 yoshli erkak mana shunaqa ssenariyni o'ylashi mumkin hayotda. Men shunga ishonaman. Tak что bu yerda ssenaristlarni xatosi emas, bu yerda ba'zi odamlar mana shunaqa narsalarni hayotda qilib yurishibdi. Shuning uchun ham ularga ssenariy yozishga bir zamin
yaratishyapti va eng qizig'i telenovellalar bor-ku, biz ko'radigan. Cringe, voy nimadir kelin, pomidor uncha bo'lib qopti, mana bunaqa nimadandir bosh qorong'i bo'lib qopti, kimdandir homilador bo'lib qopti, kelinlar seriali bor-ku. O'shalar ham hayotdan olinadi. Tushuninglar, bu dunyoda ahmoq odamlar juda ko'p. Ular hammasi ilhom beryapti mana ssenaristlarga. Rostdan shunaqa bo'lganmi hayotda? Unda ssenariy yozaman deydi-da. Uni biz ko'rib bo'lishi mumkin emas. Odam bunchalik ahmoq bo'la olmaydi deb o'ylaymiz-da. Bo'lar ekan, hayotda bor ekan shunaqa odamlar va ular ko'p ekan. Voy, mayli, yengilroq xabarlarga o'tamiz. Futbol bo'yicha jahon chempionati yaqinda boshlanadi. Sanoqli kunlar qoldi, iyun o'rtalarida va jahon chempionatining kop tugini ichiga endi maxsus sensorlar qo'yilibdi. Bunaqasi tarixda birinchi marta bo'ldi va endi bu ko'plab o'sha muhokamali yoki bahsli vaziyatlarda yordam beradi. Misol uchun, to'p liniyadan o'tdi-da, gol bo'ldimi, bo'lmadimi yoki to'p qanaqa tezlikda uchayotgandi, qanaqa aylandi, o'sha statistikalar yig'ishga ham katta yordam beradi. Bu sensor hammasini endi hisoblab yurar ekan. Afsonaviy mashina brendi Ferrari yangi elektrokarini namoyish qildi. Rasmlarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak va mana shu orqali qanadir balki hayp qilmoqchidir, balki yo'q, bilmayman, lekin ijtimoiy tarmoqlarda hamma sazoyi qilib tashladi, hamma mag'za va ag'dardi Ferrarining ustidan, senga yarashmaydi bunaqa narsalar deb, hamma dizaynni ustidan kulyapti va boshqa narsalarni ustidan yana nimalar bilmayman. Dizayn bo'lsa kerak asosan, kim bilsin. Aytishlaricha mashina narxi 640 ming AQSh dollari bo'ladi. Ferrari dizaynini iPhone dizayneri Sir Johnny Ive yaratgan bo'lib, internet foydalanuvchilarining ta'kidlashicha, bu Ferrari ruhiga umuman ega emas. Ha, qo'shilaman shu qizil rangda bo'lganda-chi, qizil rangda bo'lganda. Kim bilsin, balki ha. Eng qizig'i, elektrokar taqdimotiga Rim papasi Leo 14-chi ham taklif etilgan ekan. Bu tushunishingiz uchun, agar Chevrolet yangi mashina chiqardi, o'tga Abror Muxtorali keldi. Shunga o'xshagan narsa bu. The New York Times xabar berishicha, Meta, ya'ni bu Facebook, Instagram, WhatsApp mana shu kompaniya taxminan 8 ming xodimini ishdan bo'shatdi. Sabab kompaniya inqirozga uchragani emas, balki milliardlab dollarni sun'iy intellekt ma'lumot markazlari va kuchli kompyuterlar tizimlariga yo'naltirayotgani bilan bog'liq. Ha, sun'iy intellekt katta kompaniyalarga ta'sir qilishni allaqachon boshlagandi. Bu yerda ham ko'ryapmiz. O'zi umuman biz o'ylagandikki, sun'iy intellekt chiqqanda endi zo'r bizga yordam beradi deb o'ylaganmiz sun'iy intellekt. Ishimizni olib qo'yadi deb o'ylamaganmiz. Keyin o'ylaganmizki, ana endi ko'plab ishlar yo'qolib ketadi, ani pastigi kam maosh to'lanadigan ishlar yo'q ketadi deb o'ylaganmiz, lekin aslida o'rta va undan yuqori maosh to'lanadigan, aqliy faoliyat qiladigan odamlar ishsiz qolyapti. Eng quyidagi oddiy sartarosh, yuk tashuvchi, oshpaz ularga umuman ta'sir qilayotgani yo'q sun'iy intellekt. Izoh berib ketishim kerak, albatta ular quyi degan ma'noda oylik ma'nosida aytayotgandim. Ya'ni u ishlar albatta muhim hammasi, kerakli ishlar, lekin oylik tarafdan olib qaraganda ular o'rtachadan pastroq yuradi. O'shanaqalar uchun bu umuman xavfsiz bo'lib turibdi, ya'ni sun'iy intellekt umuman ta'sir qilmayapti. Milliarderlar qalbi nima xohlaydi? Oddiy Makka jo'xori xohlaydi. Dunyoning eng boy odamlaridan bittasi Nvidia bosh direktori Jensen Huang Tayvanning mashhur tungi bozorida noodatiy marketing va samimiylik shousini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni u street food, ko'cha ovqatiga Makka jo'xorini olish uchun navbat turgan edi. Bu aka kelib, hammaga agar men to'lasam, navbatsiz o'tsam bo'ladimi degan, hamma xursand. Voy, qaranglar, Jahongir Ortiqxo'jayev keldi deb hamma xursand, yig'ilib, to'planib olgan ko'rsanglar. Jahongir Ortiqxo'jayev bordimi? Lekin agar jiddiy gapiradigan bo'lsak, albatta bularning hammasi show, hammasi marketing, bular o'ylangan. Ya'ni bu odamlar ham oddiy xalq orasida degan narsani berish uchun qilinadi. Atak Makka jo'xori, street food, come on. Men ham o'ziga yarasha boyman-ku, biz ham video olaylik, gummaxonaga borib gumma yeyotganlarimni qilaylik unda. Men gumma yemaganimga ham 20 yil bo'ldi, boyib ketganimdan beri gumma yemayman men. Super qahramonlar har doim ham plashda yurmaydi. Ko'rib turgan mana bu videongiz Londonda sodir bo'lgan va u yerda ko'rib turganingizdek mana bu yigit, erkak yosh qizaloqni qutqarib qolish uchun o'zini mototsiklga tashlagan. Va ushbu qahramonning ismi Inji Onur ekan, o'zi turkiyalik, kelib chiqishi turkiyalik, Londonda yashovchi. Ajoyib, mana shunday qahramon insonlar ko'payaversin. Bahodir Jalolov hali ham sinfi paxanimi yoki yo'q? Chunki Maxachev endi O'zbekistonda. UFC chempioni Islom Maxachev Toshkentga keldi va u Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bilan hazilomuz bir jangga kirishgan va ushbu videoni ko'rishingiz mumkin. Agarda shu video 500 mingta agar like yig'sa, biz to'liq haqiqatan jang qilamiz deyilgan. Oxirgi marta qaraganimizda 400 mingga yaqin likelar yig'ilib bo'lgandi. Urush onalar oyog'i ostida. Isroillik va falastinlik, Isroillik va falastinlik onalar Rim
ko'chalarida yalangoyoq yurib, zo'ravonlikka barham berish va bolalarni himoya qilishni kuchaytirishga chaqirdi. Bu o'ziga xos bir aksiya bo'lgan. Yalangoyoq yurish onalarning tinchlikka chaqirig'i shiori ostida yuzlab odamlar qo'shilib, barcha bolalar xavfsizlik, qadr-qimmat va qo'rquvsiz kelajakda yashashga haqli ekanini ta'kidlashgan. Aslida shunday narsa bor, nafratni tug'diradi. Ya'ni isroilliklar falastinliklarni qiryapti. Buni ko'rib katta bo'layotgan bolalar Isroilga nisbatan nafrat bilan katta bo'ladi va isroilliklarni qirishga baribir urinadi. Ularni keyin o'ldirganda isroillik bolakaylar buni ko'rib, ular nafrat bilan yana katta bo'lishadi va bu tuganmas doira aslida aylana, u hech qachon tugamaydi va shuni barham berishga chaqirishmoqda. Bilasizmi, bu ish bermaydi deb o'ylayman, to'g'risi. Lekin bu degani kurashdan to'xtashimiz kerak degani emas. Bunday aksiyalar bo'lishi kerak va bular haqida biz gapirishimiz kerak. Shuning uchun ham bugungi ko'rsatuvda mana shu xabar joy olgan edi. O'zuzanikilar jahon Instagramida rekka chiqib ketishdi. Mana shu videoni hamma ko'rdi. Menimcha ko'rmaganlar qolmadi-yu. Nima qildim hozir masalan? Shu aka nafaqat zo'r murabbiy, balki juda ham yaxshi content creatorliklarini ko'ryapmiz. Ketma-ket seriya bo'lib ketdi. Har xil hazilomuz videolar o'sha ko'zoynak bilan millionlab layklar, bunaqasi oxirgi marta qachon bo'lgan O'zbekistonda bilmadim, lekin zo'r nima deymiz, kreativ bosinglar. Ana endi bir nozik xabar bor. Mana bu videoni bitta ko'rib chiqsangiz, tushunishimizcha yo'l hodisasi ro'y bergan. Mana bu qishloqsan, xaribsan deyotgan okani mashinalari 0 bin ekan. Toshkent shahriga tegishli va haqoratlar qilingan, lekin haqorat qabul qilayotgan akaning nomeri 85 bo'lgan. Bu viloyatlar orasida nizoga olib chiqadi, nafratni tug'diradi. Bu narsalarni men to'liq qoralayman. Bunday bo'lish kerak emas va toshkentlik sifatida men o'zimning fikrimni ham bildirishim kerak. Men bunaqa narsalarga to'liq qarshiman. Va shu yerda toshkentlik sifatida men e'tibor berdim. Eng qizig'i, bu so'kayotgan akaning o'zlari ham toshkentlik emas, chunki gaplaridan dialekti shevani yaxshilab 5-6 marta eshitdim-da. Akaning o'zlari ham toshkentlik emasli va hattoki yuzlaridan ham ko'rinib turibdi, toshkentlik emas. Endi bu rasizmmi? Yo'q. Misol uchun mana shu akaga qaranglar-da. Shu aka Xorazmlik desam ishonasizmi? Yo'q, albatta. Ko'rasam, demaysizlar ham rasistmisizlar? Yo'q deyman, bilinadi, ozgina. Bu aka ham toshkentlik emas, ko'rinib turibdi. Shuning uchun xulosa shundayki, bu aka rostdan toshkentlikmi, fake toshkentlikmi, farqi yo'q, lekin bunaqa deyishga haqqi yo'q hech kimni. Xabaringiz bor, yaqinda dunyoning eng muhim, nufuzli, hammaning e'tiborini tortadigan turnir, Chempionlar Ligasining final uchrashuvi bo'lib o'tdi va u Parijning Paris Saint-Germain va Londonning Arsenal klublari orasida bo'ldi. O'yindan oldin mana bunaqa mem chiqdi hattoki, Parij agarda PSG yutsa va Parij agarda PSG yutqazsa degan, ya'ni olomon hamma yoqni yoqadi, magazin, do'kon, mashina hammasini daddirasini chiqaradi degan oldindan shunaqa bir men bilan kutuv bo'lgandi. Men uni ko'rib hazilda deb qo'ydim. Endi bo'lmasa PSG yutsa bunaqa qilmasa kerak deb o'ylagandim. Lekin o'yin dramatik kechmadi, 1-1 bo'ldi va oxir-oqibat PSG g'olib bo'lib chempion bo'ldi. Men Arsenal muxlisi bo'lsam ham aytishim kerak, Arsenal mag'lub bo'ldi. Mayli, nima deymiz, tabriklaymiz Paris Saint-Germain klubini. Lekin qizig'i, keyin Parijda tartibsizliklar boshlandi. Nimaga kerak? Yutdi-ku komandali chempion bo'ldi. Nega yana ko'chaga chiqib ham narsani yoqyapsizlar, bilmadim. Endi bu parijliklarning qonida bor-da. Bu shu buyuk fransuz inqilobidan qolgan narsa. Bu ularning shunaqa an'anasi bu. Ko'chaga chiqib ham yoqish. Mana hozir menga redaktorlarim aytayapti, hattoki shu do'konlarni o'yindan oldin do'kon egalari atidan panjara bilan yopib qo'ying. Ular bilishadi, oldin nima bo'lishini yopib qo'yishgan. Chiqqan odamlar bir-biriga odamlarga salyut otib, mashinalarni buzib, hamma yoqni yoqib, an'anada shunaqa. Lekin o'zi agar ijtimoiy tegini olib qarab, psixologik anaqasini olib qaraydigan bo'lsak, futbol bu o'zi aslida gladiatorlarga o'xshagan yoki ovga o'xshagan, jangga o'xshagan narsa va odamning ichidagi hayvonni uyg'otadi bu o'zi. Futbol shunaqa, sport shunaqa narsa. Va o'sha hayvoniy fitrati o'yindan keyin ham yo'qolmaydi va ular xuddan yovvoyi buqa, buyvillarga o'xshab hamma yoqni buzish kerak bo'ladi. Insonning eng ichkaridagi hayvoniy tabiati tepaga chiqib ketib qoladi. Shuning uchun har safar shunaqa bo'ladi. Yana bir qiziq holat bo'ldi. U endi anchadan beri davom etib kelayotgan bir kuzatuv bilan bog'liq. Bunda
bundan bir necha haftalar oldin internetda shunaqa bir xabar aylanishni boshladi. Nima mushki, Yevropada mana shu klublar chempion bo'ladimi, boshqa bo'ladimi farqi mana. Yevropa klublari chempion bo'ldi. U yerda har xil futbolchilar o'ynaydi. Osiyolik futbolchilar, Afrikalik, Amerika hamma joydan. Va mana shunaqa kamera endi video olib berayotgan, televideniya olib berayotgan paytida kubok ko'targanda, medal olayotganda osiyolik futbolchilarni yirik planda katta qilib ko'rsatmas ekan, o'tkazib yuborar ekan. Bu narsani oldindan gapirishyotdi. City chempion bo'lganda Abduqodir Husanov bilan ham shunday narsa bo'lganda shunga yana e'tibor qaratishdi. Husanovni yirik planda olib tashlashyapti, medal olayotganda, kubok qo'lga olganda boshqa joyga o'tib ketyapti. Kamera boshqa narsalar olyapti. Xuddi shu narsa Paris Saint-Germain kubokni olayotganda, medal olayotganda ham sodir bo'ldi. Janubiy Koreyalik futbolchisi bor Paris Saint-Germainda, Lee Kang degan. Mana videoda ko'rishingiz mumkin. Medal mana olmoqchi mana. Medal olish kerak. O'tkazib yuborishdi boshqa joyga. Ko'rasizlarmi? Medal yetmaganda endi kubokka birma-bir o'pyapti-da hozir futbolchilar. Mana Lee Kang kelyapti. O'tkazib yuborishdi. Qale, zo'rmi? Mana shu narsa tasodif emasligini isbotlashmoqda. Bu tizimli ravishda qilinyapti. Bu qanaqadir osiyolik futbolchilarga nisbatan diskriminatsiya, rasizm deb baholanmoqda. Nima deymiz Yevropadagi translyatsiya egalariga? Biz sezib qoldik, biz bilib bo'ldik. Bo'ldi endi. To'xtatinglar diskriminatsiyani. Eslab qoling. Ushbu insonning ismi Nomonxon Rahimov. Sportchi bodybuilder Dilshod Niyazovning farzandi 11 yoshli Nomonxon Rahimov UFC BJJ arenasiga chiqqan ilk markaziy osiyolik yosh sportchi bo'ldi. 6 yoshidan beri sport bilan shug'ullanishni boshlagan Nomonxon 8 yoshda kickboksing bo'yicha O'zbekiston va Osiyo chempioniga aylandi. 10 yoshga kirishi bilan jiu-jitsu olamiga kirib kelgan Rahimov qisqa vaqt ichida 2 karra O'zbekiston chempioni, grappling bo'yicha 2 karra yana O'zbekiston chempioni, MMA bo'yicha yana 2 karra jahon chempioni. Xullas, har xil sportlarda ham kurashda emas, jang. O'shalar hammasi 2 karradan jahon O'zbekiston chempioni bo'lib, kuchayib, endi 11 yoshli monsterga aylangan. Hozir Las Vegasga ketyaptilar. Menimcha katta bo'lganlarida bilmadim. Nima kutyapti bizani? Sinf paxanda bo'lsalar kerak menimcha. To'g'risini aytaymi? To'g'risini. Men o'zim o'ylanib qoldim. Mana shu 11 yoshli Nomonxon bilan men hozir o'zim urushsam, meni ham yutib qo'yadi deb o'yladim. To'g'risi. Birinchi xayolim kelgan narsa shu. 11 yoshli bola shu, meni ham olib qo'yadi shu deb o'yladim. Shu savolni sizlar ham o'zingizlarga beringlar. Namanganning Chust viloyatida mo'jiza sodir bo'ldi. Mana mo'jizani qaranglar. Shunga Namanganda bayram o'tgan joyda osmondagi narsa, shunday narsa. Ha, afsuski, soddagina o'zbek xalqimiz bularni mo'jiza qaranglar degan, lekin aslida bu oddiy tabiat hodisasi. Quyosh yoki oy atrofida bo'ladi. Bu ana patsimon bulut bor ekan, o'shani muz kristallari oqibatida sodir bo'ladigan hodisa ekan. Oldin ham kuzatilgan boshqa joylarda. Ya'ni olimlar bunaqa narsa borligini bilishadi, ha, shunday narsa bo'ladi. O'zi aslida inson miyasi shundan qiziq ishlaydi. Biz oldin ko'rmagan noyob narsani ko'rsak, birdaniga mo'jiza deb o'ylaymiz, lekin uni ortida baribir qanaqadir ilm yoki qanaqadir tabiat hodisasi bo'lishi mumkin. Lekin bu ham aslida mo'jiza, lekin bu ham mo'jiza. Lekin men xohlardim siz boshqa narsa haqida o'ylashinglarni. Elektr energiyasi. Nima u? Mana bu mo'jiza. Nima u elektr bilasizmi? Nimaga siz pultni bundoq bosasiz, televizor yonadi, telefoningizdan chiqayotgan nur, zaryadka, nima u o'zi? Shu haqida o'ylab qo'ying. Shuning bilan hafta tahlilimiz nihoyasiga yetdi, lekin shoshmang. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bitta yana zo'r yo'li bor. Mana ko'rasiz hafta tahlilini. Qaysidir yoqqan joyi, qaysidir qiziq joylarini screenshot qiling yoki screencastdan yozib oling yoki kameraga olib storieslarga qo'ying. Mana men hafta tahlilini ko'ryapman, deb qo'yinglar. Odamlar orasida, nima ko'rayotgan ekan o'rtog'im? Nima bu saviyali narsa ko'ryaptimi? Men bilmagan narsani ko'ryaptimi bu deydi va keyinchalik ko'rishni boshlaganda doim biladi. Biling, men ko'ryapman, zo'r narsa ekan, lekin ana o'rtog'im mendan ham oldin ko'rishni boshlagan ekan. U mendan yaxshiroq deb baribir deb o'zini kemtik, o'zini sizdan kichikroq his qilib yuradi. O'shaning uchun albatta birinchilardan bo'lib storiesga qo'ying va bildirib qo'ying. Birinchi bo'lib bu krugda, o'rtalar krugida siz boshlagansiz ko'rish. Shu narsani bildirib qo'ying. Okay, like, obuna va izohlarni kutib qolaman. Hammaga xayr. Keyingi hafta ko'rishguncha salomat bo'ling. Hozir redaktorimiz aytib qoldi, sizni qanday mavzular, qanday muhokamalar qiziqtiradi, nima qiziq bo'lishi mumkin? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Thank you.